Assalomu alaykum. Kirib kelgan Qurban hayiti hammalaringizga muborak bo'lsin. Aniqroq kirib keladigan. Mana shu yerda suruv mal. Bu yerda katta qo'chqarlar ham bor, echkilar ham bor, takalar ham bor. Ishlar kimgadir kerak bo'lsa, undan katta buqa siylar ham bor-da. Ko'pchilik bo'lib olaman desangizlar, nomerlarda ham mana shu nomerlarga murojaat qilsangizlar, sizlarga nima kerakligini aytsangizlar. Agarda bunday og'irroq bo'lsa, masalan, vazniga qarab sotadi sizlarga. Bemalol istagan o'zingizga xohish bo'lsa, xohlasangizlar so'yib jo'natib beradi. Xohlas dastavkasi ham bor demoqchiman. Xohlasangizlar jo'y olib ketishingiz mumkin. Shu yerga kelib o'zlaringiz so'yib ham olib ketishingiz mumkin. Har taraflama sizlarga imkoniyat bor. Shuning uchun mana shu videoroliklarimizni sizlardan tarqatib qo'yishlaringizni so'raymiz. Chunki qurbonlik go'shti qarab yurgan istagidagi insonlar уже harakatga tushib boshlaganda, уже qurbon hayiti kirib keldi. Shuning uchun jigarlar, qurbon hayiti yana bir bor muborak bo'lsin. Mana shu Alloh shu qurbonlik qilaman degan insonlar uchun qurbonliklarni sizlarga bir ko'rsatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Lekin shu videoni tarqatib qo'ysangiz, jigarlar, sizlardan ko'rib kimdir qurbonlik sotib olsa, savob bo'ladi. Assalomu alaykum. YouTube kanalini kuzatib boruvchilar. Mening o'zim video qila olmadim qurbon hayiti uchun. Usmonjonga rahmat. Bu qo'ygan videosini nima deb o'ylaysizlar? Reklama qilibdi. Reklamasi uchun rahmat. Bir xilga foydasi bor, bir xilga zarari bor. Usmonjon, qo'yibsan videoni, rahmat. Lekin hammasini batafsil tushuntirib qo'ydi. 6 oylik bo'lmagan bo'lsa, u qo'ydi, qo'zi bo'lsin, qo'y, echki, uloq, sigir bo'lsin, farqi yo'q, so'yib bo'lmaydi. Nimagaki 6 oy bo'lmasa, u sen tovuq so'ymaysanmi, foydasi yo'q, qurbonlik bo'lmaydi. Shuning uchun hammasini batafsil tushuntirib aytchigarim. Sening agar sen reklama qilib bilmagan odam kelib 6 oylik bo'lmagan molni olib so'yib o'tkazsa ham qurbonlik bo'lmaydi. Chunki u ham sening bo'yningga osilib qolaveradi gunohi. Shu videoni bir ko'r. Sening ijodingga hurmat qilaman. 10 ming kam 100 mingta podpisching bo'ldi. Videolarini kuzatib boryapman. Assalomu alaykum. Do'stlar aziz, Amik Guliston TV Osmoniya Klimon'dagi kamtar xatosh do'ran Hamira guftaniyim. U ay peşe et gov guspotu reklama kadaga et babara kishtan guftaniyim ki 6 moh nashida bo'lsa na mesha va baray kishtan guftaniyim ki ay 6 moh guzashta bo'lsa mesha va kishtan Amira bugu Usmonjon خودت جابر میشود چی در کار 500 میگیره 1000 میگیره اوسش خودت میدانی گناش به گردن تدا میمانه فهمیدگی اودم دوران نفهمیدگی اودم دوران مثلا نفهمیدگی اودم میگیره میخره میکشه خیلی اینه دست بین پالس بین چلیکا همش یک نیست هر خیلی اودم دوران او روز ایده پیش روز پیشهمی بازار شرطوز رفتم یا ساولق فروختم 3500 با ساولق سینهش دوران ای باشه جدا کده بودم خیلی سینه دوران ایقاق میگه سولاشید باند بگیریم گفته رفته آماده دیده میگه این ساولقه چیه میگه من قشقر گفته بودم حتی نمیبینی این قشقر قد سولق فرقش نمیره و گفت میگه نفهمیدم همیتک آدم بسیار میفهمه نمیفهمه عثمان جان ایجادыңды hurmat qilaman hamma kliplerin ko'rib boryapman do'stim shu reklamaning sal xatosi bor xatosini aytib qo'yay do'stlar o'zim qurbon hayitiga video qila olmadim uzr Osmonning videosini ko'rib qolib sarlagani xatosi bor ekan shuni aytmoqchi edim jonlaringiz omon bo'lsin like подписка unutmangizlar